Baqachorsu Dream House domlarining ichidagi eng baquvvat qilib qurilgan lokatsiyasi bo'yicha eng zo'r joyda joylashgan Katta Yo'lda bo'yidagi domidan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Kelinglar shu xonadonimizni chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Xo'p, bu xonadonimiz aytib o'tganimdek 3 xonadan iborat, juda ham chiroyli qilib dizayn, interyer orqali remontlarni remont qilishibdi. Har bitta mebel texnikalarimizni ham oxirgi modellardan olib, juda ham yaxshilaridan olishibdi. Sifatli va o'z o'rnida bo'libdi. O'zi bilasizlar, interyer orqali qilingandan keyin har bitta ishlar o'z o'rnida bo'ladi. Hattoki isitish tizimlarini ham remont qilib, montaj qilib, poltaydan o'tkazishgan ekan turbalarini, pollarimiz ham issiqqina turibdi. Qolgan narsalarni aytib o'tish shart emas, chunki haqiqatdan hamma narsamiz ideal chiqqan. Kelinglar, yaxshi ko'p gapirib o'tirmasdan uylarimizni ko'rsatib o'taman-da, keyin qolgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Bu xonadonimizga maktab, masjid, bog'cha hammasi juda ham yaqin masofada joylashgan, lokatsiyasi juda ham zo'r joyda joylashgan. Aytib o'tganimdek, yo'lni bo'yida. Endi narxiga keladigan bo'lsa, narxni yarasak samimiy deyapti. Agarda biz 7-qavat kanalimiz orqali keladigan bo'lsa, sizga ham narxini tushib beraman deyapti. Videomizga bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ysangiz juda ham manfaatli bo'ladi. Bunaqangi xonadonlar har doim ham chiroyli.